Agar siz ham shu xatoni qilsangiz, aniq invalid bo'lib qolasiz. Ko'pchilik umurtqa siljishini davolash uchun kastapravga borib, ya'ni umurtqani urib davolaydigan mutaxassislarga borib davolatmoqchi bo'ladi. To'g'ri, ayrim holatlarda bel sohasida triggerli zonalar, ya'ni mushaklarda spazm bo'lib tortishib qolgan holatlarda ularga yordam berish mumkin. Lekin umurtqani siljishi bo'lgan holatlarda esa aks ta'sir qiladi, noto'g'ri ta'sir qiladi. Amaliyotimda shunday holat bo'lgan, bemorga og'ir holatda naslga ko'tarib olib kelishgan. Surishtirsak, umurtqa siljigan ekan, kastapravga borib, umurtqani urib davolaydigan mutaxassisga borib, urib, battar bo'lib naslga olib kelishgan. Bemorni ko'rsak, o'zi umurtqani siljishi bor, uni ustiga bo'lmasin singan, urganning hisobiga battar bo'lib kuchayib ketgan. Bemorga ikkinchi darajali umurtqa siljishi aniqlanganligi uchun shoshilinch ravishda bemorga transpeduklar fiksator qo'yib operatsiya qildik. Operatsiya jarayoniga o'sha kastapravni ham uydagilar olib keltirgan va qilgan ishini, qilgan xatosini ko'rib olish uchun biz bilan birga operatsiyaga kirgan. Mutaxassis, ya'ni mutaxassis emas, tabib o'zini ishini, qilgan xatosini ko'rib, tan olib, bu ishda qayt qilmasligiga va'da bergan. Agar siz ham xuddi shu xatoni qilib nogiron bo'lib qolmaydi desangiz, umurtqangizni siljishini davolash uchun to'g'ri mutaxassisga uchrang. Umurtqa siljishini davolash uchun fizioterapiya muolajalari eng to'g'ri muolaja hisoblanadi. Ya'ni biz fizioterapiya muolajalaridan budan ma'lumot terapiya, miya stimulyatori, plazma lifting va yuqori intensivdagi magnit, yuqori intensivdagi lazer orqali umurtqa siljishini operatsiyasiz davolaymiz. Agarda sizga ham umurtqa siljishini operatsiyasiz davolash qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning va batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling.